registratsiyaga kiramiz. Agar snelisiz bo'lmasa, yo'q deb bosasiz. Bu O'zbekistonga bo'lsangiz, masalan, yo'q. Bizaniki bor. Dani bosamiz. Mana bu yerga snelisni kirgizamiz. Mana bu yerga pasportimiz qanday yozilgan bo'lsa, ism familiyamiz xuddi o'shanday kirgizamiz dannelarni. Pasport seriya nomerini ham yozamiz bu yerga. Mana hozir kirdi. Birinchisiga bosamiz. Mana ketishni zaполнять qiling deyapti. O'zbekiston yozamiz. Mana продолжить. Turizm, работа. Biz работani tanlaymiz. Data въезд. Rossiyaga borayotgan chisloingizni tanlaysiz. Masalan, minimum 3 sutkadan boshlanishi 90 kungacha zaifga qoldirsa bo'lar ekan. 01 07 2025. Yerdan bunisi qachon chiqib ketasiz deyapti. Masalan, buni ham shu 1 qilamiz. 07 2026 1 yildan keyin to'ldiramiz. Какие регион планируете? Ana bu yerga qaysi shahariga, masalan, Sankt-Peterburg bosdi. Поедь Россия с детьми, да или нет? Дети bilan bo'lsa, да или нет? Dani bosaylar, masalan, какие документы ребенок поедет Россия? Pasport, chunki pasport bizaniki. Pasport beradi, mana yosh bolalarniki to'ldirilar ekan. Bizga hozir data kerak emas. Netda bosamiz. Mana severna. Bitta zaifkani tashlaymiz, shu bilan qabul qiladi.